Ryzen va Intel bilan jihozlangan HP Victus notebooklarimiz bilan keldi va skidkaga tushgan modellarimizni ko'rsatib o'taman. Ryzen 7 8845HS protsessor bilan jihozlangan HP Victus modelimiz ekrani 15.6 dyuym 144 Hz ga ega. 8 GB emas, 16 GB operatsion xotiraga ega, 16 GB DDR5 5006 shini, 512 SSD NVMe ga ega. Eng muhim narsasi 4060 video kartaga ega. 4068 GB lik video karta. Keyingi notebookimiz premium variant sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. HP Victus modelimiz ekrani 16.1 dyuym, ekrani 165 Hz ga ega. Operatsion xotirasi 16 GB DDR5 5006 shini hamda 4060 video kartaga ega. 4068 GB lik video karta bilan jihozlangan. Doimiy xotirasiga keladigan bo'lsa 512 SSD NVMe M2 ga turibdi. i7 Intel Core i7 13700 HX protsessoriga ega. Ushbu notebookimizning dizayni o'ta chiroyli bo'lib chiqqan, skromniy, yengil hamda qulay. Kundalik ishlar uchun ayni muddao 3D Max любой o'yinga ketaradi. Universal notebooklar, gaming, kevarasilar narxiga keladigan bo'lsa i7 protsessor bilan jihozlangan notebookimiz $1000, Ryzen protsessor bilan jihozlangan notebookimiz $850. Bonusiga sumka bilan mishka ham qo'shib beramiz. Manzilimizda Malika bozor A2 do'kon yo'l 100 joylashgan. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz.